Molekulalar deyilganda siz kimyoni o'ylaysiz, to'g'rimi? Ammo ular biologiyada ham juda muhim. Bu videoda biz uglevodlar, oqsillar va lipidlarni ko'rib chiqamiz. Lipidlar deganda yog'lar va moylarni nazarda tutaman. Hayotiy jarayonlar biologik molekulalarga bog'liq bo'lib, ularning tuzilishi, ularning vazifasi bilan bog'liq. Bilasizmi, tirik organizmlar aslida juda kam sonli molekulalardan tashkil topgan. Sizning tanangizda eng ko'p uchraydigan molekula qaysi deb o'ylaysiz? Bu suv. Katta yoshli inson tanasining 55-60% suv tashkil qiladi. Ba'zi organizmlarda bu ko'rsatkich 90% gacha yetadi. Mushaklar va buyraklar ayniqsa ko'p suvdan iborat. Taxminan 79, hatto suyaklar ham 31% suvdan tashkil topgan. Xo'p, suv haqida yetarli. Tasavvur qiling, agar tanangizda barcha suv olib tashlansa, nima qoladi? Asosan oqsillar, lipidlar, uglevodlar va nuklein kislotalar, masalan, DNK qoladi. Xo'sh, bular nimalardan tuzilgan? Uglevodlar va lipidlar juda oddiy. Ular 3 ta elementdan iborat: uglerod, vodorod va kislorod. Oqsillar esa biroz murakkabroq bo'lib, tarkibida uglerod, vodorod, kislorod, azot, ba'zan oltin gugurt bo'ladi. Endi uglevodlarni ko'rib chiqamiz. Ularning 3 ta asosiy turi bor: monosaxaridlar, disaxaridlar, polisaxaridlar. Oddiy shakar, masalan, glyukoza va fruktoza monosaxaridlardir. Saxaroza esa 2 oddiy shakar birikmasidan tashkil topgan bo'lib, disaxarid hisoblanadi. Ba'zi uglevodlar esa ko'plab shakar molekulalaridan tashkil topgan polimerlar bo'lib, ular polisaxaridlar deyiladi. Kraxmal, glikogen va sellyuloza muhim polisaxaridlardir. Sellyuloza o'simlik hujayra devorida uchraydi. Kraxmal esa fotosintez natijasida hosil bo'lgan ortiqcha glyukozani saqlaydi. Glikogen esa hayvonlarda ortiqcha glyukozani saqlash uchun xizmat qiladi va jigar hamda mushaklarda bo'ladi. Kraxmalni aniqlash uchun yod eritmasi ishlatiladi. Agar eritma ko'k-qora rangi o'zgarsa, demak kraxmal bor. Endi oqsilga o'tamiz. Oqsillar ham polimerlardir, lekin ularning asosiy birligi aminokislotalar. Oqsil murakkab 3D shaklga ega bo'lib, u zaif bog'lar orqali ushlab turiladi. Har bir oqsilning vazifasi uning shakliga bog'liq. Fermentlar oqsil bo'lganligi uchun yuqori haroratda ular denaturatsiyaga uchraydi. Ya'ni bog'lar buziladi va oqsil tuzilishi o'zgaradi. Oqsillarni tashkil etuvchi 20 xil aminokislota mavjud. Ularning ketma-ketligi turlicha bo'lganligi uchun juda ko'p turdagi oqsillar hosil bo'ladi. Inson tanasida taxminan 50 ming xil oqsil bor deb hisoblanadi. Oqsillar deyarli hamma joyda uchraydi. Hujayra membranasida moddalarning o'tishini boshqaradi. Ferment sifatida fotosintez, nafas olish, DNK ko'payishi va hazm qilishda qatnashadi. Gormonlar sifatida ishlaydi va infeksiyaga qarshi antitanachalar hosil qiladi. Endi lipidlar haqida. Ko'plab lipidlar triglitseridlar hisoblanadi. Ular bitta glitserol molekulasi va unga ulangan 3 ta yog' kislota dumlaridan iborat. Turli lipidlar turli yog' kislotalarini o'z ichiga oladi. Triglitseridlar oziq-ovqat yog'lari bo'lib, go'sht, sut mahsulotlari va pishirish moylarida uchraydi. Ular jigar tomonidan ham ishlab chiqariladi. Ular hujayralar uchun energiya manbai bo'lib xizmat qiladi yoki yog' sifatida saqlanadi. Lipidlarga misol steroid, gormonlar, xolesterin va A, D vitaminlari. Xullas, hayot uchun zarur bo'lgan 3 ta asosiy biologik molekula uglevodlar, oqsillar va lipidlardir.